Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar va albatta Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturining doimiy muxlislari. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, eldoshlar. Boshlangan yana bir ajoyib tongingiz muborak bo'lsin deymiz. Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturini boshlaymiz. Albatta ayni fursatlarda sizning xizmatingizda Kamina boshlovchilar Ikrom Ishnazarov va Sohibaxon Yusupovalar bo'lmoqdamiz. Bir qator ijodiy guruhlarimiz, tasvirchilar, umuman olganda mana shu dasturga daxldor bo'lgan ijodiy jamoamiz bilan birgalikda erta tongdan sizlarga go'zal bir kayfiyatlarni taqdim etishni maqsad qilganimiz holda efir soatlarimizni boshladik. Sohibaxon, bilasizmi, ertalabki kayfiyat insonga kun davomida bo'ladigan jarayonlarga bevosita o'zining ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, siz ertalab yaxshi kayfiyatda uyg'onar ekansiz, kun davomidagi rejalaringiz o'z-o'zidan amalga oshib ketaveradi. Agarda unday bo'lmasin, mabodo stressda yoki tushkun kayfiyatda uyg'onadigan bo'lsangiz bormi, bu kayfiyat nafaqat sizga, balki yon atrofingizdagi insonlarga ham o'zini ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Biz muxlislarimizni, teletomoshabinlarimizni aslo tushkun kayfiyatda, stress holatda uyg'onishlariga yo'l qo'ymaymiz, chunki bizning dasturimiz kayfiyatni ko'tarishga moslashgan. Albatta, bizning maqsadimiz ham yurtdoshlarimizga a'lo kayfiyat ulashish. Chindan ham. Mana yurtimizda bayramlar yo'lanib ketyapti. Aytish kerakki, kuni kecha butun xalqimiz 14-yanvar Vatan himoyachilari kunini, qolaversa Qurolli Kuchlar tashkil etilganligining 33 yilligini keng nishonlashdi va albatta mana shu bayramning shukuhi, bayramning tarovati hali qalblarimizni, dillarimizni tark etmadi. Shunday ekan, barcha vatan himoyachilarini, yurt o'g'lonlarini, sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlayotgan harbiylarimizni, umuman olganda tinchlik, osoyishtalik posbonlarini, hammani mana shu bayram bilan yana bir bora chin dilimizdan samimiy muborakbod etamiz. Zero har bir inson vatan himoyachisi hisoblanadi. Chunki oila ham vatan ichra kichik vatan deyishadi-ku. Demak, vatanni qo'riqlayotgan, oilani himoya etayotgan insonlarga, yurtdoshlarimizga, yurt o'g'lonlariga hammaga bayram yana bir kara muborak bo'lsin. Biz esa dasturimiz an'anasiga sodiq qolamiz va kayfiyatimizni yanada ko'taramiz. Buning uchun chiroyli ijroga navbat beramiz demoqchisiz. Albatta. Jurnal ham bugungi dasturimizdan bir-biridan chiroyli ijrolar, kuy-qo'shiqlar, xalfachilik yo'nalishidagi san'at namunalari o'rin olgan. Buning uchun esa studiyamizga, demak, kun tarixi sahifasi orqali bugungi sana bilan bog'liq bo'lgan muhim ma'lumotlardan xabardor bo'ldik va dasturimizni davom ettiramiz. Shuningdek, bugungi sanada bolalar adabiyotiga o'zlarining munosib hissasini qo'shgan, o'zbek adabiyoti rivojiga munosib bo'lishini qo'shgan ijodkorlar ham tavallud topganlar. Shular qatorida bolalar adabiyotining yorqin namoyandasi Shukur Sadulla hamda yozuvchi Xayriddin Saloh ham aynan bugungi sanada tavallud topgan ekanlar. Demak, bizda sana bilan bog'liq ma'lumotlar shulardan iborat edi. Ana endi studiyamizda bo'ladigan jarayonlarga qaytamiz va mehmonlar bilan suhbatga kirishamiz, to'g'rimi? Albatta, sport turlarini, sport sohasini yaxshi ko'rasiz degan umiddaman. Albatta, har bir inson sportni sevadi, sportga oshno bo'ladi, chunki sport bu sog'lik, salomatlik garovi hisoblanadi. Ajab emas, bizni teletomoshabinlarimiz ham ertalabki badan tarbiya mashqlarini bajarib, hozir nonushta dasturxoni atrofida bizni kuzatayotgan bo'lsa. Albatta, dasturimizning ilk mehmonlari bilan tanishtirib o'tsak. Albatta, demak, dasturimizning ilk mehmonlari sportchilar hisoblanishadi va ular bilan qiziqarli, mazmunli suhbat quramiz degan umiddamiz. Demak, sportning trampolin va sport gimnastikasi bo'yicha trener Iqbolbek O'razmetov va yosh chempionlarimiz Amirbek Abdullayev, Jamshidbek Yusupboyev, Mirjahon Shuhratov, Jafarbek Polvon Nazirovlar dasturimizda ishtirok etmoqdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Xushko'rdik, sog' bo'linglar. Iqbolbek, sizni shogirdlar bilan birgalikda studiyamizda ko'rib turganimizda juda xursandmiz. Rahmat. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. Trampolin sport turi. Keling, mana shu sport turi haqida bir ma'lumot berib o'tsangiz. Gimnastika sport turini endi ko'pchilik yaxshi biladi va to'g'risi bu sport turi, trampolin sport turi qanday yo'nalishga kiradi? Shular haqida bir ma'lumot berib o'ting dastlab. Trampolin sport turiga keladigan bo'lsak, umumiy gimnastika yo'nalishida badiiy gimnastika, sport gimnastikasi, trampolin va akrobatika sport turlari hammasi bir-biri bilan turdosh sport turlari bo'ladi. Har bir sport turini o'ziga yarasha yo'nalishi bor. Trampolin sport turi batutda sakrash va akrobatik yo'lakchada sakrash dasturlari bilan musobaqalar o'tkaziladi.
Trampolin sport turi Amerika Qo'shma Shtatlarida rivojlana boshlagan. Birinchi olimpiya dasturiga 2000-yil Sidneyda bo'lgan zamonaviy olimpiya dasturiga kiritilgan. Hozir shogirdlarimiz bilan birga studiyaga kelganmiz. Shogirdlarimiz trampolin sport turlari bilan 7-8 yildan beri shug'ullanib kelmoqda. Hammasi iqtidorli sportchilar. Trampolin sport turida O'zbekiston chempionati, O'zbekiston kubogi musobaqalari muntazam o'tkazilib kelyapti. Shu sport turiga 7-8 yoshdan bolalar shug'ullanib kelmoqda. Juda yaxshi. Demak, bu sport turi bilan 7-8 yoshdan shug'ullanib boshlasa bo'ladi. Albatta. Va bu sportning tana salomatligi uchun qanday foydalari bor? Trampolin sport turi bilan shug'ullangan yoshlar asosan epchillik, chaqqonlik va tezkorlik o'zida namoyon bo'ladi. Bu sport turi bilan shug'ullangan sportchilar albatta kuchli bo'ladi, tezkor bo'ladi. Albatta bolaga kerak bo'lgan hamma xislatlarni o'zida jamlagan sport turida, trampolin sport turi. Juda yaxshi. Demak, o'sha bolalarni sog'lom o'sishida, barkamol bo'lishida, kelajakda bir yutuq, komil inson bo'lishida bir poydevor vazifasini bajaradigan sport turi desak, xato bo'lmaydi, to'g'rimi? To'g'ri. Demak, bugungi kunda viloyatimiz yoshlari ham bu sport turi bilan muntazam shug'ullanib kelishmoqda va mana shogirdlaringizni, o'quvchilaringizni erishgan yutuqlarni ularning bo'yinlaridagi medallardan ko'ryapmiz, diplomlardan ko'ryapmiz. Mana demak, natijalar yaxshi. Albatta. Chempionatlarda, musobaqalarda yaxshi natijalar qo'lga kiritilyapti. Hozir shogirdlarimiz orasidan eng iqtidorlarni saylab, saralab olib kelganmiz. 4 talasi ham O'zbekiston chempioni degan nomga sazovor bo'lgan. 2024-yil shogirdlarimiz uchun, barcha sportchilar uchun juda omadli yil bo'ldi. O'zbekiston chempionatida batutda sakrash, akrobatik yo'lakchada sakrash bo'yicha faxrli 1-o'rinni, 3-o'rinlarni olib, maktabimiz va nimamiz sha'nlarini munosib himoya qilib, yaxshi natijalar bilan yaxshi marralarni egallab yilni tamomladik. Juda yaxshi. Demak, hammasi O'zbekiston chempionlari. Albatta. Bo'lg'usi jahon va olimpiya chempionlari, xudo xolasa. Keling, shu o'rinda yosh chempionlarimizga yuzlanamiz. Amirxon, qanday musobaqalarda qatnashgansiz? Bu sport turi sizga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Marhamat, kimdan boshlaymiz suhbatni? Keling, mikrofonni oling qo'lingizga. Tanishamiz, ismingiz kim? Abdullayev Amirbek. Umurbek. Amirbek. Amurbek. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? Ha, Bu sport turi bilan qachondan beri shug'ullanasiz? 8 yil, 7 yildan beri. 7 yildan beri, ha? Natijalar yaxshi, adashmasak, to'g'rimi? Siz ham O'zbekiston chempionisiz. Ha. Demak, bu sport turi bilan shug'ullanishni o'zingiz xohlaganmisiz yoki ota-onangiz tavsiya qilganmi? O'g'lim ki, o'zingiz xohishingiz bilan mana shu sport turiga yo'nalgansiz va bu sport turi bilan shug'ullanib kelyapsiz. Amirbek, omad tilab qolamiz va yoningizdagi do'stingizga mikrofonni berasiz, tanishamiz. Assalomu Assalomu alaykum. Men Polvonazar Jafarbekman. Jafarbek, xush kelibsiz. Demak, siz ham mana shu sport turi bilan shug'ullanib kelyapsiz, ha? Maktabda nechinchi sinfda o'qiysiz? 5. 5-sinfda o'qiysiz, ha? Demak, sinfdoshlaringiz orasida ham, do'stlaringiz orasida ham bu sport turiga qiziqadiganlar bormi? Ha. Bor, ha? Sport bilan shug'ullanish inson uchun nima uchun zarur deb o'ylaysiz? Sport bilan shug'ullangan bolalar qanday bo'lishadi? Sport bilan shug'ullangan bolalar sog'lom bo'ladi. Chempion bo'ladi, eng asosiysi. Salomat bo'ling deymiz. Marhamat, navbatdagi do'stingizga mikrofonni berasiz. Tanishamiz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, mening ismim Yusupbayev Jamshid. Jamshidbek, sizni dasturimizda ko'rganimizdan juda xursandmiz. Medallar shodasi bo'yningizni bezab turibdi, haqiqatdan ham. Demak, siz ham bir qancha musobaqalarda ishtirok etgansiz, ha? Ha. Qayerlarda ishtirok etgansiz? Mana respublikamizda qaysi viloyatlariga, shaharlarga, musobaqalarga borgansiz? Namangan, Toshkent, Samarqand va ko'plab boshqa yurtlarga borib kelganmiz. Juda yaxshi. Mirjahon Shuhratovga yuzlansak, keling. U mikrofonlar bor ularni, marhamat. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Demak, siz ham mana shu sport turi bilan shug'ullanib kelyapsiz, ha? Necha yoshdasiz? 12 yoshdaman. 12 yoshdasiz. Necha yil bo'ldi?
sport bilan shug'ullanib kelayotganingiz? 8 yil bo'ldi. 8 yil bo'ldi. Demak, ancha shu bolalikdan boshlabsiz-da? Ha. Bu sport turi bilan shug'ullanib. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Aynan mana shu sport sohasidan mana shu sport turini tanladingizmi? Ha. Demak, kelajakda ham yetuk sportchi bo'lishni niyat qilyapsiz, ha? Juda yaxshi. Omad tilab qolamiz sizlarga keyingi musobaqalarda ham. Haqiqatda ularni shu bo'ynidagi shoda medallarni ko'rib havas qilyapmiz. Hali Judayam. hammasi emas. Mana stolimiz ustida turibdi medallar shodasi, diplomlar turibdi. Haqiqatda bu hammasi shu yoshlar uchun, sport uchun qaratilayotgan e'tibor, yaratilayotgan shart-sharoit desak xato bo'lmaydik. Bolaka, to'g'rimi? Albatta. Keling, mana shu sharoitlar haqida sizdan eshitsak, qanday sharoitlar yaratilgan? Siz bundan qanchalik mamnunsiz? Asosan yoshlik sport majmuasida boya sanab o'tgan 4 ta sport turimizda ham hamma sharoitlari juda a'lo darajada. Zallarimiz yorug', patologlar baland. Hamma inventarlar zamon talabiga javob beradigan, ta'minlangan. Bolalarimiz muntazam shu sport turi bilan shug'ullanib kelmoqda. O'zbekiston chempionatida boya aytganimdek shug'ullanib kelmoqda. Oldimizga qo'ygan rejalarda nasib qilsa bu yilgi O'zbekiston chempionatida munosib ishtirok qilib, oldimizda jahon chempionati bor. Noyabr oyida Ispaniyada bo'ladigan jahon chempionatiga shogirdlarimiz bilan yo'llanma olib, shu O'zbekiston bayrog'ini yuqori marralarda ko'tarib vatanimiz sha'nini himoya qilib kelish bo'lyapti. Asosan zalimizda batut, akrobatik yo'lakchada sakrash, daroshkalari, sport gimnastikaga oid hamma inventarlar joylangan. Muhtaram prezidentimizga rahmatlar aytib qolamiz. Hozir yil oxirida tayinlov bo'lgan sport vazirligi va boshqarma boshlig'i tomonidan yangi direktor tayinlangan Ruslan Tahirovich direktorimiz bizga hozirdanoq o'sha yana qanaqa sirayatlar zamonaviy kerak bo'lsa hammasini ta'minlab beryapti. Rahmatlar aytib qolamiz. Oldimizga qo'ygan rejalarimiz, maqsadlarimiz katta, niyatlarimiz katta. Xudo xohlasa yaxshi harakat qilib, yuzimiz yorug' bo'lib, yaxshi natijalar ko'rsatamiz, nasib qilsa. Salomat bo'ling. Niyatlarga yeting deymiz va mana shunday chempionlarni tarbiyalab, chempionlarni kamol toptirib aslo charchamang deymiz. Faoliyatga omad tilab qolamiz. Bu kabi medallar, diplomlar hali boshlanishi. Sizlarga ulkan zafarlar, yutuqlar tilaymiz. Yana bir bora xush kelibsizlar deymiz. Omon bo'linglar deymiz. Demak, dasturimizning yana lavhalar taqdimoti bilan davom ettiramiz.